Немишқи башта nazariya haqida to'xtalamiz. Chunki mening qarashimcha Uyg'urlarning nazariya haqida nurg'un xato tushunchalar mavjud. Uning ichida eng muhimi nurg'unlarimiz amaliyotda nazariyaning gapi chiqsa biz nazariyani quruq gap deb o'ylaymiz. Masalan, birisi bizga ma'lum bir narsani tushuntirish uchun biroz ilmiy dalillarni keltirib so'zlashga boshlagan vaqtda biz buni quruq gap sotma, gapni qisqa qil, negizini qil, gapni tugat deymiz. Ya'ni biz nazariyaga nisbatan biz nazariyani pek yaxshi narsa emas deb o'ylaymiz. Bunun sebebi menimcha birisi biz vatanda birla xil ideologiya hukmronlik ostida yashadik. Ya'ni marksizm ideyasi hukmronlik qilgan bir ma'arif sistemasida yetishib chiqdik. Shuning bizning kallamizga nazariya desalar darhol marksizm nazariyasi keldi. Undan boshqa biz unga jang e'lon qilgan son-sanoqsiz raqobatchi nazariyalardan mahrum holda cho'ng oldik. Unday bo'lgandan keyin u marksizm bizning nazariyadan shunchalik zeriktiryaptiki, shu har qatim nazariya chiqsalar u bir tetiksiz bir narsa deb qaraydigan ong bizning engimizga yerlashib ketdi. Bundan nazariya degan nima? Nazariya deganimiz ma'lum bir paket, hodisa yoki voqeaning muayyan hukm va ta'birlardan foydalanib turib sistemalik ilmiy tushuntirishdan iborat. Endi mening qarashimcha nazariyada 4 muhim element bo'ldi yoki 4 muhim omil. Birisi nazariya ma'lum bir obyektni tushuntirdi. Ya'ni uni tushuntirish bir sohasi bor. Ikkinchisi nazariya bir qator hukmlardan tashkil topgan bir sistemalik narsa. O hergiz ma'lum bir yoki ikki ta'bir bilanla bir nazariya o'tirib chiqmaydi. Uchinchisi, har qanday bir nazariyaning muayyan bir tushuntirish kuchi bor. Biz buni tushuntirish degan vaqtda amaliyotda shu hodisaning birinchisi qanday yuz berganligini tushuntirdi. Ya'ni qandaqligidan iborat bir mexanizmga diqqatini berdi. Ikkinchisi shu hodisaning nima sababdan yuz berganligini tushuntirdi. Ya'ni sabab natija munosabatini oydinlashtirib berdi. Agar ma'lum bir nazariya o'zi tushuntirayotgan bir hodisani, bir voqeani sabab natija asosida tushuntirilmasa, vaqtda bu nazariya hisoblanmaydi. To'rtinchisi, hamda ma'lum bir hodisani shu sabab natija nuqtasidan tushuntirgandan keyin kelgusi haqida ma'lum bir farazni o'tirib qo'ydi. Ya'ni yuqorqi natijaga asosan biz kelgusi haqida mundaq bir qarashni o'tirib qo'ymaymiz deb. Men bir misol bilan buni tushuntirib qo'yay. Mesela xalqaro munosabatlar nazariyasida realizm deb cho'ng bir iqim bor. Mesela bu iqim nuqtasini yuqorqi 4 xil ilmini qaragan vaqtimizda bunda bir narsani tushuna olamiz. Birisi realizmning qarashida uning tushuntirish obyekti davlatlar bilan davlatlar orasidagi munosabat. Ikkinchi nuqtani qaragan vaqtimizda realizm davlat manfaati, kuch, hokimiyat, urush degandek ochqushliq so'z iboralardan tarkib topadi. Ya'ni mushular bu nazariyaning hamma qismiga tarqalgan bo'ldi. Uchinchisi endi realizm davlatlar bilan davlatlar orasida nima uchun to'qinish yuz berdi? Nima uchun tinchlik mavjud bo'lmaydi? Nima uchun urush yuz berdi deganni tadqiq qildi. Ya'ni mushuning mexanizmini tushuntirdi. Endi to'rtinchi nuqtaga aytgan vaqtda realizm davlatlar bilan davlatlar orasidagi munosabatning to'qinishni, dushmanlashni markaz qiladiganligi, ularning asosli qarash bo'lganligi uchun mushu qarashga asoslanib turib, hamma davlat kelgusi haqida qanday qilishim kerak degan masala ustida muayyan bir farazlar harakat qildi. Ya'ni bu nazariyalar ularning qanday qilish uchun ma'lum bir ramka yoki tushuncha. Masalan, bir davlat agar realizm asosida o'zining siyosatini barpo qilmoqchi bo'lsa, qo'shnam kuchayib ketdi. Ya'ni qo'shnam siyosiy kuch jihatda yoki harbiy jihatda kuchayib ketdi. Demak, uning kuchayib ketishi menga nisbatan, ya'ni mening davlatimga nisbatan bir tahdid omilidan iborat. Uning uchun menmi harakat qilishim lozim. Menmi o'zimni kuchaytirishim lozim. Onundan ehtiyot qilishim lozim. Uning ish harakatlarini har vaqt ta'qib qilib turishim, kuzatib turishim lozim deb o'ylaydi. Endi qisqartgan vaqtimizda nazariyaning zodi nima foydasi bor deb so'ralsa, ikki nuqtaga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi, yuqorida deganimga o'xshash hodisalarni sabab natija munosabati bo'yicha tushuntirib beradi. Ikkinchisi, kelgusida nima qilishimiz haqida bizni muayyan yip uchi bilan, asoslar bilan ta'minlaydi. Endi oxirida nazariya haqida bir qancha nuqtani ogohlantirish lozim deb o'ylayman. Birinchisi, ijtimoiy fanlardagi nazariya tabiiy fanlardagi nazariyaga o'xshash, uning yakuni yoki natijasi mutlaq shartsiz bo'lmaydi. Faqat kuchlik yoki ojiz bo'ldi. Bakrak pokitlik yoki pokitsiz bo'ldi. Logikalik yoki logiksiz bo'ldi. Ammo har qanday ijtimoiy fanlik, mayli psixologiya, jamiyatshunoslik, siyosat, xalqaro munosabat qanday olishini qat'iy nazar, ularda o'tirib qo'yilgan har qanday nazariya ma'lum bir masalani, ma'lum bir nuqtadan yoritib beradi va tushuntira oladi. Ammo butun masalalarni tushuntira oladigan bir gigant nazariya mavjud bo'lmaydi. Yana biri nazariyaning mutlaq bo'lmaganligi uchun biz ma'lum bir nazariyaga esilib olib turib, boshqa barliq nazariyalarni rad qilishimiz ilmiy bir pozitsiya olmaydi.
Hem de hazır chet eldə yaşayotgan, yani muhacirət yaşayotgan Uyg'urlar uchun nazariyaning zati qanday foydasi bor? Hem de hozirgi dunyoda nazariya tushundirmaydigan hech qanday soha qolmaydi desak xato bo'lmaydi. Hem de bizning bu muhacirət yaşayotganda oldimizga duch kelgan nurg'un masalalarimiz bor. Mayli o'zimizning psixik besimlarini qanday yengillatish bo'lsin, yoki bolalarimizning tarbiyasi, yoki ko'chmanlik hayotimizda duch kelgan nurg'un iqtisodiy qiyinchiliklar, yoki kimlik krizi deganga o'xshash masalalarning hammasining amaliyotda hozir ilmiy sistematik tushuntirishlar bor, ya'ni nazariyalar bor. Agar biz bu nazariyalarni qancha baldur o'rgansak va uchratsak, biz bu masalalarimizni ilmiy yaxshi unumli bir yo'lda hal qila olamiz deb o'ylayman. Chunki bu ko'chmanlik yolg'iz biz Uyg'urlarga duch kelgan hodisa emas. Bizden başka nurg'un millatlar başka davlatlarga ko'chgan. Shu davlatlarda xuddi biz qanday masala uchragan bo'lsak, ularni uchragan va ularning nurg'un biz oladigan tajribalari mavjud deb qarashga bo'ldi. Shuningdek, nazariyalar bu nuqtadan bizning yo'limizni qisqartirdi va ishimizning unumini hassilab o'stirdi deb o'ylayman. Albatta, nazariya o'zi bir cheklik narsa, ammo reallik amaliyot bo'lsa, u bir cheksizlik. Unda bo'lgandan keyin har qanday nazariyaning muayyan bir cheklimlikka ega bo'lganligi, o'zining sohasida tushuntirish kuchining mavjudligi, halqib ketgandan keyin ojiz qolganligini tushunib olish, menimcha, nazariyaga tutgan yaxshi ilmiy pozitsiya deb o'ylayman.